Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va videomiz mehmonlari. Bugungi foydali videomizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ko'pchilikni qiynayotgan bir muammo, ya'ni Betweener ilovasini yangilash vaqtida yuzaga keladigan xatolikni qanday qilib oson to'g'rilash haqida batafsil tushuncha berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, keling asosiy mavzuga qaytamiz. Ilovaga kirganimizda odatda bizga ilovani yangilash tavsiya etiladi. Lekin biz ekrandagi yangilash tugmasini bossak ham, negadir bu narsa amalga oshmaydi. Mana, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Ekranda xatolik yuz berdi degan yozuv chiqadi va Poprobovat snova, ya'ni qayta urinib ko'rish tugmasini bossak ham hech qanday natija bo'lmayapti. Bu xatolikni bartaraf qilish uchun biz bir nechta oddiy amallarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda telefonimizdagi internet aloqasi stabil ulanganligini tekshirib ko'rishimiz zarur. Ikkinchi navbatda esa, mana yuqorida ko'rib turganingizdek, bizning qurilmamizda hozirda VPN dasturi yoniq holatda turibdi. VPN ishlab turganda ko'p hollarda dasturlarni yangilashda shunday qiyinchiliklar kelib chiqadi. Hozir biz VPN dasturini o'chirib, qayta yuklashni bosib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda u yoniq ekan. Hozir VPNni o'chirish tugmasini bosamiz va ozgina kutib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, VPN ilovasini ham muvaffaqiyatli o'chirib oldik. Endi biz orqaga qaytib Betweener ilovasiga yana kiramiz. Ilovaga kirsak ekranda internet soedineniya отсутствует, ya'ni internet ulanmagan degan yozuv chiqyapti. Bu holatda biz ilovani orqa fondan butunlay yopib tashlab, qaytadan Betweener ilovasiga kiramiz. Dastur ishga tushishini kutamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, bizga yangilash, ya'ni obnovit tugmasi yana qaytadan chiqdi. Buni bosganimizdan so'ng ilova hech qanday xatoliksiz yangilanishni boshlab yubordi. Ko'rib turganingizdek, VPN ham ba'zi paytlarda ilovani yangilanishiga to'sqinlik qilishi mumkin ekan. Shunday holatlarda mana shunaqa kichik jihatlarga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Mana ilovamiz ham to'liq yangilanib bo'ldi. Ekranga chiqqan obnovit tugmasini bossak, ilova hozirgi davrdagi so'nggi yangilanish holatiga kelib, to'laqonli ishga tushadi. Endi bemalol biz ilovamizni ishlatishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.